Assalomu alaykum hammaga. Biz xudo xolasa navbatdagi ko'mir kotelimizni dastlabkiga keldik. Bu xonadonimiz Xivada ekan, Piskanik dedingizmi? Ha, Piskanik mahallasi, Vaha ko'chasi 16-uyga keldik. Bu xonadonimiz bizlara bir 3-4 kun oldin kotel zakaz berdi. Qolgan materiallari o'zlarida bor ekan. Xudo xolasa kotellarni dastlabga etib keldik. Bu kotelimiz 150-250 kvadratlik, bahası 7,5 million so'mga tushdi. Kim shuningdek xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandan nomerlarga bog'lanaverasizlar. Shunday videolarni o'tkazib bermaslik uchun like bilan podpiskalarningizni ayamasangizlar, xudo xolasa. Shuningdek kotellarni, dastlabkilarni, bu xizmatlarini ko'rsatib boraveramiz. Bizda отопленияli xizmatlarimiz ham bor. Bu uyda kimdan haftaga ishlab turibdi? Adi. Eğer şu birlik neleringiz olsa Saparvoyaga murojaat etsangizlar, ishlatib chiroylatib o'tirib beradi ekan. Pastda nomerlarni ham qo'yib qo'yaman. Xudo xolasa ertang buyoqlik ishlaringiz olsa shu Saparvoyaga buyuraverasizlar. Agar kotelimizni aytgan vaqtimda yetirib berdimmi? Vaqtida keldi axirang. Esa xudo xolasa shu kotellarga 1 yilgacha garantiya, nov kamisi olsa bemalol murojaat etaverasiz. Ya'ni shu kotelning yon boshida Adilbek degan bola yasab qo'ydi buni. Shu Adilbek degan desangiz, kamisi bo'lsa, shu Adilbekning o'zini berib bartaraf etib beraman aga. Shuni bilan bu videomiz ham o'zi shu yerda yakunlaymiz. Xudo xolasa kim shunday xizmatlarga kerak bo'lsa, nomerlarga bog'lanaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi dastlabkamiz xudo xolasa Bag'at tumanina bo'ldi endi. Günü bilan zakaz qabul qilamiz, kechda dastlabga etib beramiz. Shuning uchun buni kech yurtdi deb netmanglar. Yine her kotelni har xil odam yasaydi menda. Buni yine Dima degan yasab qo'ydi. Yine xudo xolasa menga Dima degan o'zini javob beradi. Hamma nelerim meni o'zimda bo'ladi. Prosta sizlar menga murojaat etasizlar. Men bu bolalarni o'zini beraman xudo xolasa. O'zimning nomerim 91 dan 425 83 87. Teplo Shavat. Sağ olunlar, selamet olunlar.